Yurolmasdan naslga kelib, o'z oyog'im bilan yurib chiqib ketdim. Men birinchi kelishimning sababi oyog'im qayrilib ketib, tizzamdagi setkalarim yiqilib qolgan. Shunda даже Toshkentgacha borganman, hamma joyda operatsiya deb aytishgan. Oldindan biz bularga qatnab, o'sha nevropatologga ko'rinib turganligimiz uchun kelib maslahat olgani kelganimda, mayli harakat qilib ko'ramiz. Agar davolasak, davolanib ketasiz. Bo'lmasa, keyin operatsiya qilaveramiz deb maslahat berdi. Shu bilan men 22 kun batda yotdim. Tizzalarim oralariga ukollar qilishdi menga. Kapinitsalar oldim, har xil dorilar ichdim. 22 kunda yurolmasdan naslga kelib, o'z oyog'im bilan yurib chiqib ketdim. Endi har 6 oyda kelib, shartta davolanib turaman, chunki sharoitlari zo'r, ovqatlari hamma yo'g'i juda yoqadi, pokizaligi, bolnitsalarini, xodimlarini chiroyli muomalaligi, Rahmatjonni chiroyli davolashi, judayam odamning ko'ngliga qarab, xarakteriga qarab, nima desam bo'ladi, har tomonlama lecheniani gaplari bilan, chiroyli so'zlar bilan davolaydi avvalo. Ham har bitta qilayotgan lechenialarini ta'sirlari juda chiroyli. Mana hozir Allohga shukr, oyoqlarim bilan bemalol bosa olaman, yura olaman. Doim charchab qolganimda kelib shu yerda davolanib lecheniya olib turaman. Bu safar kelib bo'ynimda grijam bo'ldi. Shu bo'ynimga ham ukollarini olyapman, oyog'imga, tizzalarimga ukollarini olyapman, igna terapiyalarini olaman. Fizioterapiyalar bor, massajlar. Bu yerda hamma sharoitlari bor. Xohlagan shikoyatingiz bo'lsa, o'shalar orqali vrachlar chaqirib berishadi. Ginekolog, kardiolog, hamma vrachlari bor albatta. Shu yerdan har doim xursand bo'lib chiqib ketamiz.